Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida tashkil qilingan Andijon viloyati Paxtobod tumani Soy mahalla fuqarolar yig'inida 73, 74, 98 va 101-konturlarda tashkil qilingan. Bu yerning umumiy maydoni 12,45 gektar hisoblanadi. Ushbu maydonga pomidor mahsuloti ekish rejalashtirilgan va ekilgan. Va zamonaviy texnologiyalar asosida parvarish qilinmoqda. Ushbu mahsulotimizni o'rtacha yetishtirish muddati 90 kun bo'lib, bu yerda 83 nafar dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Va bu dehqon xo'jaliklarning barchasi Triple Quality MTG lider tadbirkor tomonidan moliyalashtirilgan. Ushbu maydonimizdan umumiy 113 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Va bu hosil yetishtirilib bo'lingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromad keltiruvchi mahsulot ekish rejalashtirilgan.